Man ko'rgan eng chiroyli kosmetikalar ikkinchi qism. Videoni birinchi partida man ko'z uchun paletkani va shu bilan birgalikda Siyu rumiyanasini ko'rsatgandim. Va aynan bugungi qismda esa qizlarning eng yaxshi ko'rgan narsasi bu highlighter bilan rumiyanasini ko'rsatib o'tib ketaman. Aynan bularning korobkasi xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi va bu kosmetikalar o'zini shunaqangi chiroyli estetikasi bilan juda ham ko'pchilikni o'ziga tortgan. Birinchi bo'lib highlighterdan boshlaymiz. O'zi aslida bu ikkita packageni ham ancha oldin olgandim, lekin hech vaqtim bo'lmagani uchun ocha olmagandim. Shunaqa ikkita angelochiklari bor. Ochamiz. Juda ham chiroyli-a. Ichida shunaqangi oynachasi bor va mana bunaqangi ko'rinishini qaranglar. Yaltirashini buni. Rumiyanasi shunaqangi shell ko'rinishda. Hozir ichini ochamiz. Buni ham ichini ochganda birinchi bo'lib shunaqa oynasi va ichini qaranglar. Shunaqangi qizil qo'limga surtib ko'ramiz. Litri bor, ya'ni ozgina yaltirab turibdi. Aytgancha yangi yilga esa juda ham oz muddatlar qoldi. Siz o'zingizni va yaqinlaringizni aynan shu brend kosmetikalar bilan xursand qiling va mana onlayn do'kondan olishingiz mumkin.